Bu shosha-pisha qabul qilingan yangi konstitutsiyaviy qonun ko'plar uchun halokatdan qutqaruvchi najot kemasiga o'xshayapti. Xuddi cho'kayotgan kishi xasga ham yopishgani singari kimlardir o'zining qilib qo'ygan ishlari tufayli jinoyat ichi ochilib qolishdan, qamalib ketishdan qo'rqib orttirgan boyligi, mol-mulki, bola-chaqalari parokanda bo'lishidan qo'rqib, shu qonun soyasida, panohida emin, tinch, xotirjam bo'lishni o'ylab qolgan ko'rinadi. Aks holda bu qonun bunchalar tez shosha-pisha qabul qilinmasligi kerak edi. Qarang, kimlardir o'yladi, yozdi. Oliy Majlisning quyi palatasi, ya'ni pastki palatasi, qonunchilik palatasida bir karra o'qib berildi. Tamom. Hamshagiday deputatlar 100% roziman deb rozilik bildirdi va bu qonun qabul qilindi. Buning izidan Oliy Majlisning yuqori palatasi, ya'ni Senat, Oliy Majlis Senati ham shartda qo'l qo'yib berdi. Uning izidan esa Jalol Mirziyoyev shartda qo'l qo'yib yubordi va qonun shartda kuchga kirib ketdi. Vaholanki davlat xizmatchilarining daromadlari va mol-mulklarini deklaratsiya qilish qonuni u 8 yildan oshyapti. Qayerlardir chang bosib yotibdi. Chunki u qonun qabul qilinsa, u kazolarning olayotgan oyliklari ma'lum bo'lib qolishi kerak, ularning yashayotgan uylari, daromadi qancha bo'lyapti, nima xarajat qilishlar ochiqlanishi kerak edi. Ko'ryapsizmi? To'g'ri qonun 8 yildan oshsa ham qabul qilinmayapti. Zarur qonun. Lekin oddiy emas, konstitutsiyaviy qonun qandaydir referendumlar orqali qabul qilinishi kerak bo'lgan qonun bor yo'q 10 minutda qabul qilinib qo'yilyapti. Bu ajablanarli emasmi? Bu konstitutsiyaviy qonun prezident administratsiyasida ishlagan xodimlar va ularning oilalarini kerak bo'lsa va ularning mol-mulklarini daxlsizlik huquqi bilan siylab qo'ydi. Shartda. Yana bu ham yetmaganda ularga immunitet berildi. Ular hech qachon jinoiy javobgarlikka tortilmasligi degan katta huquq berildi. Ba'zilari esa administratsiyadan ketgandan keyin 5 yil, ko'plari esa toifasiga qarab umrbod daxlsizlik va immunitet bilan ta'minlandi. Bu kutilgan ish edi. Chunki SSR davri tugamasdan u yuqorilarga tarmashib olgan. Islom Karimov davrida u yuqori lavozimlarni egallab to hozirgacha Shavkat Mirziyoyev davrida ham yuqorilarda kelayotgan, o'sha SSR davridayu, Islom Karimov davridayu, hozirgi davrda, ya'ni Mirziyoyev davrida otdan tushsa ham egardan tushmay ishlab kelayotgan eng kam 70 bo'lmasa 80 yoshdan o'tib ketgan qariyalar mana shu himoyaga muhtoj edi. Chunki ular ancha-muncha ishlar qilib qo'ygan. 90-yillar oxiridagi, 90-yillar boshlaridagi mustaqillik arafasidagi fitnalar, avval mustaqillikka qarshi bo'lib, keyin vaziyat o'zgarishi bilan qamoqdan qutulib qolish uchun shartda mustaqillik e'lon qilib yuborilishi, keyin esa adolatsizlik, zulm yo'lini tutib odamlarni
ba'zida ommaviy va ba'zida boshqa yo'llar bilan qirg'in qilish, qamoqlarda chiritish, O'zbekiston tarixida qalin jumboq bo'lib, katta jumboq bo'lib, umuman shu vaqtgacha ochilmay kelayotgan, ochilish u yoqda tursin, ular haqida so'z ham ochilmayotgan katta fitnalar turibdi ularning ishtiroki bilan. Misol 92-yil yanvardagi, ya'ni Prezident Islom Karimovning endigina taxtga saylov qonuniy, har holda natijasi qanaqa bo'lsa ham saylov orqali prezidentlik lavozimiga o'tirgandan keyingi dastlabki kunlarda bo'lgan studentlar qirg'ini 92-yil 16-yanvardagi payshanba kuni edi. 99-yil Toshkentdagi portlash ya'ni aniqroq. 2005-yildagi Andijon qirg'ini va boshqa ko'pgina qaltis ishlar borki, shu vaqtgacha yopiqlik qozon yopiqlik bo'lib kelyapti. Mana shunday bo'lib. Hech kim ochmaydi. O tepalarimizga o'tirib olgan davlatning o yuqori pillapoyalariga o'tirib olgan qariyalar, buning hammasining guvohi, ishtirokchisi balki, nima bo'lganda ham ular o'zidan qo'rqadi. O'zidan qo'rqib, ular nimadir bir narsa qilishimiz kerak, bizga mana o'limimiz yaqin qoldi deb qo'rqishning orqasidan qabul qilingan qonun bo'lsa ajab emas. Xalqimizda aytiladi-ku, bir balosi bo'lmasa shudgorda quyruq naqulur deydi. Demak, shudgorga quyruq tushdi. Bu qonunni men avtomobillarga o'rnatiladigan avariya holatida ishlab ketadigan xavfsizlik yostiqchasi degim ham keladi. Yoki bo'lmasa najot kemasi. Yoki bo'lmasa Afg'onistondagi Ashraf G'ani hukumatining mamlakatni tashlab shunday qochib ketgan, bor erishgan mol-mulklarini ortib olib qochgan samolyot, ya'ni uchoq kabi ko'raman. Bu qonunni men kechagina 2024-yil dekabrdagi Suriyaning, ya'ni Bashar Asad degan bir iflos diktator zolimi bor edi. Shuni mamlakatni tashlab olib qochishiga sabab bo'lgan najot uchog'i, samolyoti deb ham ko'raman. Bilmadim endi. Hammasini vaqt ko'rsatadi. Chunki haliga aytganda, bir balosi bo'lmasa shudgorda quyruq naqulur. Bu bekordan bekorga o'qildi, qabul qilindi qonun. Ya'ni oddiy qonun emas, konstitutsiyaviy qonun. Chunki oddiy qonun bo'lsa, har holda uni bekor qilish juda qiyin emas. Lekin konstitutsiyaviy qonun bo'lgandan keyin uni bekor qilish uchun referendum chaqirish kerak. Ya'ni uni bekor qilish qiyin. Balki men adashayotgandirman. Lekin yaqin vaqtlarda o'sha tepada o'tirgan, otga ham egarigan, yopishib bo'lgan qariya chollar, haligi ilgari SSRda kino bo'lardi, qaroq chollar deganda, o'sha chollar o'zlari har holda ishlay olmasa ham farzandlarini yoki bo'lmasa nevaralarini bo'lsa ham shu prezident administratsiyasiga ishga kirib qo'ysa, tamom qutuldi qoldi. Ular kim edi? Ular janob Rustam Inoyatov, janob Zelimbek Haydarov, janob Zokirjon Almatov, janob Abdulaziz Komilov,
va yana bir qancha nomi ulug', suprasi quruq, aft angori yurish turishidan ot ham seskanadigan, hozirgacha xalqdan uzilib, xalqdan bekinib, atrofida bir karra, ikki karra, uch karra, to'rt karra, 10 karra himoyalar bilan, qo'riqchilar bilan yuradiganlar qo'rqayapti. Chunki bir ish boshlansa, sichqonning ini 1000 tanga bo'lib ketadi. Ha, darvoqe, bu himoya yostiqchasi yoki najot kemasi shaxsan janob Mirziyoyevning o'ziga ham juda asqotib turibdi. Chunki u kishi ham ancha-muncha narsani ko'rib yuborgan. Qarang, ular shuncha qavat-qavat qo'riqlash tizimlarining ichida yashasa ham qo'rqadi. Chunki odamlar hamma narsani ko'rib bilib o'tiribdi. Odamlar hisob so'raydi. Bugun so'rayolmadi, bugungacha so'rayolmadi, erta bir kun so'raydi. Payg'ambar janobimiz aytganlarki, agar qop-qora eshigi darchasi yo'q bo'lgan katta xarsang toshning ichiga kirib biron ish qilsangiz ham odamlarga ma'lum bo'ladi deganlar u janob sallallohu alayhi vasallam janobimiz. Mening nazarimda esa ularning bu qonunga o'xshagan najot kemasi ularni qutqarmaydi. Chunki xalqning ichida nafrat bo'lsa, u narsa yo'q bo'lib ketmaydi, osonlikka yo'q bo'lmaydi. Bu nafratni yo'qotadigan bitta narsa xalqning yuziga qarab, ochiqligiga qarab chiqish kerak. Ya'ni ochiqma-ochiq xalqqa murojaat qilib chiqish kerak. Hurmatli yurtdoshlar, mana shunaqa ishlar bo'ldi. Biz xuddi Islom Karimov u 91-yilda Namanganga borganda va'da bergan edi-ku. Kechiringlar meni, boshqa bo'lmaydi degan. Xuddi shunday bir e'tirofgina xalqning nafratini bosishi mumkin. Chunki xalqimiz kechirimli xalq, tushunuvchi xalq. Qo'y deydi 70 yoshdan 80 yoshdan oshgan otaxonlarni nima qilamiz qiynab, kechirdik deb odamlar aytib berishi ham hech ehtimoldan xoli emas. Egilgan boshni qilich kesmas degan xalq maqolimiz bekorga aytilmagan-ku. Yana bu yerda eng katta xavf Alloh taolaning g'azabi. Ya'ni ular xalqning oldiga chiqib, kechiringlar, mana shunday ish bo'ldi, uzr, kechiringlar deb chiqsa, xalq kechirib, mayli endi qanday bo'lsa, qanday ko'rinishda bo'ladi. Odamlar har holda millionlab odamlar mayli biz sizdan rozimiz, mayli gunohlaringizni Alloh kechirsin, biz rozimiz deb tursa, ular har holda ertaga qiyomat kuni Allohning huzurida shu kamida o'sha xalqning rozilik berganlarning panohiga kiradi. Bo'lmasa qiyomat kuni u rasvo bo'ladi. Bu orttirgan boyliklar hech narsa emas. Endi faraz qilsak, ular haqiqatan ham televideniyaga chiqib, ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, odamlardan uzr so'rasa, kechiringizlar deb chiqsa, va odamlar ham kechirish qiyin bo'lsa-da ichida mana qalbi jo'shib ketib, mayli endi shular katta boshi bilan uzr so'radi-ku deb kechirsa, undan keyin ular o'zining erishgan boyliklari mamlakat ichida bo'lsin, mamlakat tashqarisida egallab qo'ygan ko'chmas mulklari,
oltin tonnami qancha bosib qo'yganlari, yashirin bank hisoblaridagi mablag'lari, offshor hududlardagi mablag'larini ular aytsa va ular rozi bo'lib o'sha boyliklarni xalqimizning, davlatning ixtiyoriga qaytarsa, bu juda zo'r ish bo'lardi. Xalqimiz uchun, bugunimiz uchun ham, kelajagimiz uchun ham, tariximiz uchun ham. Janob otaxonlar, yosh katta, yosh lo'lilar, hozir nomlarini zikr qildim. Va shunga o'xshagan kishilar, men sizlarni haqorat qilmadim, sizlarga hurmatsizlik qilmadim. Sizlarga faqat bir do'stligimni xohlayapman, xolos. Do'stligimni izhor qilyapman. Chunki ertaga qiyomat kunining sharmandaligi eng yomon sharmandalik bo'ladi. Bu dunyodagi, mana bu dunyodagi eng katta, eng yomon sharmandalik ham qiyomat kunining sharmandaligining oldida hech narsa emas. Ha, hurmatli otaxonlar, xalqqa ochiq chiqinglar, televideniya orqali chiqinglar, ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqinglar, ochiq chiqinglar. Shunda xalqimiz 100% kechirmagan taqdirda ham 50-60% odam sizlardan rozi bo'lib sizlarni kechirsa, bu sizlar uchun juda katta yutuq bo'lardi. Xalqimizning oldida ham, Alloh taolaning dargohida ham, bu tariximizga ham juda yaxshi saboq bo'lib yozilardi inshaalloh. Aks holda esa xuddi hozirgi shu vaqtgacha yashab kelganlaringday panada, xalqdan uzoqda yashaysizlar bir kuni. Balki bugundir, balki ertagadir, xuddi Islom Karimga o'xshab paq etib o'lib qolasizlar. Xalq sizni nima qiladi? O'lganni ko'mmoq degan maqol bor-ku, borib ko'mib qo'yadi, nima qiladi boshqa. Lekin u holda tarixda ham nomingiz yomon bo'lib saqlanadi va ertaga qiyomat kuni ham savol-javob juda alamli bo'ladi. Men sizlarga do'stlikni xohlayapman, xolos. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.